Siz ushbu ovozlarni aniq eshitgansiz. Киборг-убийца. В фильме «С меня хватит». Ha, bu ovozlar bizlar uchun nostalgiyaga aylangan va ko'plar ushbu ovoz egalarini bitta odam deb o'ylashadi. Ammo bu katta xato. Sababi 1980-yildan 2000-yilgacha erkak-u ayol, yosh-u qariga faqat bitta ovoz beradigan dublyaj aktyorlari bir nechta bo'lgan. Misol uchun Mixail Ivanov. Что-нибудь случилось? Да, этой ночью этот чудак позволил кому-то как бы откусить себе ногу. Andrey Gavrilov. А войти можно? Где Райан? Leonid Volodarskiy Но решающее сражение состоится не в будущем. va Aleksey Mikhailov. Да, господа, я наконец вернулся. Ты откуда? Как тебя зовут, парниша? Ularning hammasi bir filmdagi barcha personajlarga yolg'iz o'zi bir xil ovoz tembrida ovoz bergan. Shu sababdan ko'plar ularning barchasini bitta odam deb o'ylashadi. Va yana bir qiziqarli ma'lumot. O'sha vaqtlar Goblin dublyaj degan yo'nalish ham bo'lgan. Bu studiyaga goblinlar kelib ovoz bergan degani emas. U holda nima degani? Bu qiziqarli savolning javobini keyingi videolarimizda to'liqroq tushuntirishga harakat qilamiz. Ungacha esa siz jahon kino olamidagi eng qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Biz TV.uz Instagram kanaliga obuna bo'ling.